Mana buyog'imiz qilish uchun nurini yuvishni boshladik. Chuqurga nurini tashlaganmiz. Ikkita yama kovlaganmiz. Ikkala chuqurga nurini churitib, chuvalchanglarga yedirib, buyog'imiz holatiga kelgandan keyin foydalanish niyatimiz bor. Mana bu yerga nurlarni yuboryapmiz. Hozircha bu yerda 2 havo nuri bor. Mana bu 2 yamaga esa 1,5 havodan 3 havo nuri tushirilgan. Mana shuni bir hozircha bizda chuvalchanglar yo'q, lekin chuvalchanglarni olib kelib qo'yish niyatimiz bor. Shu chuvalchangni olib kelish uchun birinchi nurlarni yuvib tayyorlashimiz kerak, chunki bu boqilayotgan mollarning nurisi bo'lgan, ularni siydigini yuvib bermasa bu yerda chuvalchanglar yasholmaydi, xullas yeyolmaydi, yesa ham o'lib qoladi. Bu kislotasi kuchli-da buni. Birinchi shuning uchun yaxshilab yuvib, tayyorlab, keyin chuvalchanglarni qo'yish mo'ljalimiz bor. Bir 2 marta ketma-ket 2 marta yuvsak, keyin chuvalchanglarni tashlasak ham bo'laveradi. Mana shunaqa yuvish ishlari davom etyapti.